mana bemorimiz Rahmonova Ibodat Qashqadaryodan kelganlarda umumiy ahvollari o'rtacha ahvolda edi, lekin u yoqda bularga jigar sirrozi qo'yilgan. Biza qaytadan UZI fibroskanlar qilganmizda bularda surunkali gepatit chiqdi. Kelganlarda bular qanaqadir vahma bilan, qo'rquv bilan kelganlar. Yo'q, hozir mana kelganda ham babilanchlik, behollik, uyqusizliklar, ozgina yo'tallar bor edi. Hozirgi paytda bularda yo'tallar yo'q, uyqulari yaxshi, ishtahalari yaxshi. Rahmat, mistralar yaxshi qarashyapti, ovqatni vaqtida olib berib, ukollar vaqtida qilyapti. Bariga rahmat, minnatdorman. Baraka topinglar. Ancha yaxshi qoldim. Assalomu alaykum. Surxondaryodan keldim. Yuragim kasal edi, oyoqlarimga shish bor edi, qornimda shish. Juda og'ir ahvolda keldim men. 10 kun bo'ldi bugun. Hozir ahvolim yaxshi. Shifokorlar Hayo Ubayevna, Malika Ubayevnadan minnatdorman. Hamma shifokorlar mehribon ekan bular. Hammasiga rahmat. Mana hozir yaxshi ahvoldaman. Juda yaxshi bo'lib ketdim. Hamshiralar hammasi mehribon ekan. Rahmat bularga. Hozir yaxshi bo'lib ketdim. Muhayyo Ubayevna bilan Malika Ubayevna juda mehribon. Qo'llari nima shifokorlikdan minnatdorman ulardan. Katta rahmat. Oyog'imga shish bor edi, qornimda shish bor edi. Yuragim shunday kasal edi. Hozir ancha ahvolim yaxshi.